Akalar, shu boltamiz shu temirga qaytadimi yo'qmi? Ko'ringlar. Akalar, nabor zo'r tayyor bo'ldi. Qassoblarimizga tayyorladik, ko'rishingiz mumkin. Naborimizda 4 xil razmerdagi pichog'i, choppisi, qayrog'i hamda 2 kilolik boltasi bo'ladi. Buqalarni rasmini tushirganmiz. Pichoqlarning soplari tekstali bilan rastika yog'ochdan nabor qilib terganmiz, ko'rishingiz mumkin. 4 xil razmerdagi pichog'i. 25 santimetrlik bo'yin oladigan pichoq bo'ladi. 20 santimetrlik yana bitta bo'yin oladigan pichog'i. Buni reaksiyalasini beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana suvni olyapti-yu. Pichoqlar xudo xolasa moshina qilib ishlangan, metallari klappida umuman zaylab qorayib qolmaydi. Garantiyalarigacha beramiz. Reaksiyasini ko'rib qo'yinglar. Pichoq o'ta ham moshina ishlangan. Endi boltasi umuman temir suvoylarga qatmaydi, qaranglar. Ko'rishingiz mumkin, boltaga hech narsa qilgani yo'q. Sizga shunaqa naborlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz.